Hammaga assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Kecha kipriklarimni qildirishga salonga borgan edim. Ko'pchilik qizlar объемdan zo'r ketibsiz, zo'r vес tashlayapsiz deyishdi. Xursand bo'lib ketdim. O'zim unaqa ko'p ves tashlash niyatim yo'q, chunki menga 3-4 kilo yetadi. No, уже o'zim sezyapman. NL kokteyllarni ichaman, NR kokteylga qo'shib trayniy effektini ichaman. Mana ro'zada baribir semirdim. Chunki Rozani yarimidan keyin oldim-ku buni. Semirganimni his qilganim uchun sразу oldim va bir ikkita farzandim bor, 30 yoshga yaqinlashdim. Уже semirishni boshladim. Hozirdan stop qilmasam, уже semirib ketaman desangiz, bilmayman o'zim. Mana trayniy effekt shunaqa yoqdi, объемdan zo'r ketkazib berar ekan. Hamma ertalab turganimda atyoklarim bo'lardi, qo'llarimda, yuzlarim tagida ishlar bo'lardi. Mana shularni oldi, shunaqa yoqdi o'zimga to'g'risini aytsam, bunaqa choy bo'ladi. Ertalab kokteylini, choyini обязательно ichaman. Qizlar, qaranglar, buni ko'pchilik so'rab yozishibdi. Emiziklikligi mumkin